Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. O'zbekistonlik MMA jangchisi Samandar o'zbekistonlik yana bir MMA jangchisi Tramplin Odilxon Kamolovga qarshi jang qilishga tayyor ekan, pulni bersa bo'ldi ekan. Marhamat do'stlar, o'zingiz tomosha qiling. Xullas, aka-ukalar ko'pchilik aytishi mumkin, Odilxon bilan urushmanding-ku deyishlari mumkin. Soqqasini to'lashsa bo'ldi, Lyuboy bilan urushaman. Boks bo'ladimi, MMA bo'ladimi farqi yo'q. Davlat 2026 da Odilxon bilan Shohjahon akamni promotionida jang qilamiz. Odilxon Tramplin, esishto tayyor tur. Bu videoni bugun Sport Farruh akamga, ili jiyanlariga tashlab qo'yinglar. Internet polvonlariga. Sog' bo'linglar. Endi o'tsa erki bo'landi o'rama, anaqani uraman, Samandar uraman deb aytmoqchi bo'lganda endi Assalomu alaykum hammaga, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Sog' salomat. Bu videoni bugun Sport Farruh akamga tashlab qo'yasizlar. Gold bilan intervyuda ana shu videosiga men o'zimni fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Bu yerda aytilgan san erkak bo'landi ur, men Samandarni uraman deb aytish kerak edi, adashib ketdi deyapsiz. Farruh aka, sizni hurmat qilamiz aka, gapi yo'q, hurmatingiz bor. Faqat tarafma-taraf bo'lish kerak emas aka. Hamma uchun bir xil bo'ling aka. Biz uchun ham, o'zingizdagi jiyanlaringiz uchun ham. Videoga keladigan bo'lsak aka, men o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Sizlar jiyaningiz men bilan urushgisi kelayotgan bo'lsa, men Lyuboy время tayyorman aka. Lyuboy время. Ligadan kontrakt qilsin, Ispaniyaniz bo'ladimi, Gold jiyaningiz bo'ladimi farqi yo'q aka. Bizda zadmi yo'q. Shunday kontrakt qiladi, menejerimga svязьga chiqadi, Lyuboy время tayyorman aka. Достойный порядочный mujik shunaqa bo'ladi aka. Ligadan kontrakt qiladi, chiqib yurishadi. Men Goldga vizit tashlagan paytim gapiruvdi Gold. Men internet polvon emasman degandi. Internet polvon emasman degandi. Hozirga kelib vahshiy bachkana bo'lib ketdi aka. Agar rosta kamiga jiyanlaringiz men bilan urushib kelayotgan bo'lsa aka, kontrakt qilsin, Lyuboy время tayyorman. Чисто спорт, спортивный интерес, это спорт. Всё. И достойный порядочный mujik. Birovni onasidan so'kkan bilan bitta dasturxonda o'tirib non tuz yemaydi. Ayol qizlarni, opa-singillarimizni onasidan so'kib, ayollarni so'kkan bola bor Tailandda. O'shalar bilan birga o'tirib dasturxonda non tuz yegan bu jiyanlaringiz aka. Agar keltirib berish kerak bo'lsa, keltirib beramiz aka. Bu videoni bugun Sport Farruh akamga, ili jiyanlariga tashlab qo'yinglar. Internet polvonlariga. Sog' bo'linglar. O'ziga yarasha azoblari bor. Ot tepib, qoshni yorib qo'ydi onasiga. Qochib yuribdi. ha bo'l keldi. Shunaqa bo'ladi-da. Qaysi ot qoshni yorib qo'ygan bo'lsa, tepib xuddi shu otda minish kerak oxirigacha. Bosib aytmaslik kerak qisqasi. O'g'il bolaga bo'laveradi. Shram ukrashaydi. Mana do'stlar, bugungi video yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.